Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Videolarimiz keng tarqalishi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmang. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Airlines Toshkent Jidda reyslarida Umra vizasiga ega yo'lovchilarni qabul qilishni to'xtatdi. Batafsil videoda. Haj 2025 dasturi boshlanganligi sabab aviakompaniya reyslari orqali Saudiya Arabistoniga borayotgan barcha yo'lovchilar 30-aprelgacha mamlakat hududini tark etishlari shart. Haj 2025 dasturi boshlangani munosabati bilan 2025-yil 14-apreldan boshlab O'zbekiston Airlines Toshkent Jidda Toshkent yo'nalishidagi reyslarda Umra vizasiga ega yo'lovchilarni qabul qilishni to'xtatdi. Bu haqida aviakompaniya matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 14-apreldan boshlab aviakompaniya reyslari orqali Saudiya Arabistoniga borayotgan barcha yo'lovchilarning Toshkentga qaytish chiptasiga ega bo'lishi va 2025-yil 30-aprelgacha mamlakat hududini tark etishlari shart. Agar 30-apreldan keyin Saudiya Arabistonida qolgan yo'lovchilar aniqlansa, jarimalar uchun javobgarlik agent yoki yo'lovchining zimmasiga yuklanadi, deyiladi xabarda. Saudiya Arabistonining fuqaro aviatsiyasi bosh boshqarmasi aylanmasiga muvofiq O'zbekiston Airlines tomonidan amalga oshirilayotgan Toshkent Jidda Toshkent reyslari 2025-yil 30-apreldan boshlab bekor qilinadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.